Qish faslining eng sevimli va kutilgan bayramlaridan biri Yangi yil. Bugun ana shu bayram quvonchi Namangan shahar 79-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari yuzlarida namoyon. Qumloq qo'shiqlar, raqslar, ertak qahramonlari va albatta Qorbobo ishtirokida o'tgan bayram tadbiri bolajonlarga unutilmas onlarni hadya etdi. Bayramingiz muborak bo'lsin. Yangi yil munosabati bilan Namangan shahar 79-sonli Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bayram tadbiri tashkil etildi. Bayram ko'tarinki ruhda o'tishi uchun bog'cha sahnasi maxsus bezatilib, bolajonlar ham qiziqarli dasturlar bilan bevosita ishtirok etishdi. Qorbobodan nima sovg'a kutyapsiz? Pulni tilayapsiz kutdim. Ishonmayman Qorbobolarga. Sovg'asi yolg'ondan. Shu chiqadi. Qorbobojon, menga yangi yilga skuter sovg'a qil. Yangi yil bayrami butun respublikamizda ko'tarinki ruhda nishonlab kelinmoqda. Xususan bizning maktabgacha ta'lim tashkilotimizda ham hafta davomida archa atrofida kuylaymiz shiori ostida nishonlab kelinmoqda. Bolajonlarimiz bundan juda ham xursand, mamnun. Qorbobo tomonidan turli xil sovg'a-salomlar berilmoqda. Archa atrofida kuylaymiz shiori ostida o'tkazib kelayotgan tadbirimizdan asosiy maqsad bolajonlarimizga quvonch, shodlik ulashish. Barchangizni kirib kelayotgan 2026-yil bilan tabriklaymiz. Jamoamiz nomidan barchangizga sog'lik, salomatlik, kelayotgan yil omad, baxt olib kelishini tilaymiz. Quvonch, kulgu va bolalik vaqti ushbu tadbirning eng yorqin manzarasiga aylandi.